Blogger do'stlarim bilan 24 soat qolamiz. Let's go! Omon qo'tasizlar! Toshkent sharoitida katta bo'lgan blogerlarni qishloqda 24 soat vaqti qanaqa o'tishini bugungi videoda ko'rib olasizlar. Yaxshilab joylashib oling. Video sizlarga yoqishi aniq. Ha o'rtoqlar, Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hamma so'radi qishloq videosini. YouTube'da 24 soat qishloq videoyimizda hozir kelib 10 milliondan prosmotr oshib ketgan. Sizlar so'radinglar va nihoyat ikkinchi qism uchun men albatta yana o'zimizning Toshkentni oldi bollarini to'xtanglar. Qatligini jigarimni o'zlari ayta qolsalar. Zo'rli sostav. Samarqand, Urgut, Omon qo'tab, baby! Davay! Dai Bizda qizlar ham bor. Toshkentni oldi qizlari. Bular albatta Yuneta, Zarina va Dudosh. Sakin. Qatta biz aytinglar, o'zinglar aytinglar, qatta. Samarqand, Urgut, Omon qo'tal. Ha o'rtoqlar, bizda qishloqda syomka ketyapti. Qo'qchillada 24 soat qishloqda videosini ikkinchi qismini olish oson bo'lmadi. Qanchalik qiynalgan bo'lsak ham, lekin hammamiz mazza qildik. Esda qolarli momentlar ko'p bo'ldi. Jonga yoqar, aylonamiz har yonida. Voy, o'ziga olding. Uchayaptim. To'xta! Aytgancha o'rtoqlar, video уже tayyor. Videoda ishtirok etgan blogerlar YouTube'ga joylanishidan oldin videoni to'lig'inicha ko'rishdi. Kelinglar ularning fikrini bilib olamiz. Birinchi Azimjon, juda zo'r. ko'rib bo'ldik. Fikringiz qalay aka, mana bu realni ayting. Super. Misol yoqdi. Mazza qilib ko'rib o'tirdim. Ya'ni yig'lagingiz? Ha, bunaqasi bo'lmagan, bu til ojiz sarflashga til ojiz. Va nihoyat qishloqda 24 soat videosini ko'rishga tayyor bo'lsanglar, ertaga, ya'ni 2-avgust kuni yakshanba soat 13:00 da Kamol Qohorov YouTube kanalimga joylanadi. Agar haqiqatda addush kutayotganlar bo'lsa, hozir o'zida kommentariyaga bitta olovcha tashlab qo'yamiz. Let's go!